Assalomu alaykum, hurmatli guruh va hurmatli komanda. Barchangizni Ramazon oyi bilan yana bir bor tabriklayman. Mana bugungi birinchi ilk saharlik, ya'ni bahorni go'zal kuniga to'g'ri kelganidan xursandman. Hammamizga bahor muborak bo'lsin, Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ilohim husnul qadamli, fayz barokatli bo'lib kelsin bahor bizga. Tez kunda mana shunday go'zal yurtlarni ko'rib, quvonib, dam olishlar nasib qilsin. Biz bugun mana 1-mart 2025-yilda Yaponiyani Nagoya shahriga kelib to'xtadik. Buyuk Britaniyani Norvegian kораблida Tinch va Hind okeani bo'ylab suzmoqdamiz. Xudo xohlasa, ertaga yana yangi shaharni o'zimizga kashf etamiz. Kecha esa Yaponiyani burungi poytaxtini tomosha qildik, juda ham bizga yoqdi. Oxirida esa Tokio, hozirgi poytaxtda bo'lamiz. Azizlarim, hammangizni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Tez kunda mana shunday go'zal sayohatlarga chiqib, quvonib, butun dunyoni ko'rish nasib qilsin. Inkruz zo'r azizlar. Men Inkruzdan minnatdorman, chunki mana shunday go'zal sayohatlarni, imkoniyatlarni bizga bergan. Paka-paka.